Alo. Alo. Aka, men aeroportda eshigim tegidaman. Ha, qora jentran oldida turibman. Nima mashinada keldik? Dongfeng 008. Ha, to'g'ri turgan ekansiz. Turgan ekansiz. Bo'ldi. Xo'p, okalar, mana $100,000 naqd ko'rinishda kredit chiqarib berdi okamizga. Bular aeroportga uchib ketishlari kerak edi ish bilan. Bir qop ko'tarib yurmaydiganlar uchun, to'g'rimi aka? Qopda pul olib tursangiz bo'lardi aeroportda. Boshqa shoshilma hozir. Dollar qilib olib bering dedilar. Shunday borib o'zimiz dollar qilib o'rtoqlar, so'mli variant olib dollar qilib berdim. Agar sizlarga ham mabodo qoldiqsin 15% dan kredit kerak bo'lsa, bosinglarga aloqa chiqarasiz o'rtoqlar. Dadoma dapadezu deydi-yu, so'mdan olsanglar dollar qilib beramiz. Muammo yo'q o'rtoqlar, любой. Aka rozi bo'lasiz videoga lekin. Rahmat. Rahmat katta. Yaxshilik ishlating, shepam mana. Qabul qilib oling pullaringizni. Mana, savoling, u bugun urkitmadimmi tag'in? Aka, ana qog'ozlarni ham berib yuborsiz. Mana, dokumentlaringiz o'tdi. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi etib oling aka.